Qarindaşlar, bugün Luka bayan qilgan xushxabarning 11 bobni o'qiymiz. Duo qilish to'g'risida ta'lim. Bir kuni Hazrati Ayso bir yerda duo qilib o'tadi. Duo oyoqlashgandan keyin shogirdlardan biri uningga: "Ey Rabbim, Yahya payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek, sizmi bizga duo qilishni o'rgatib qo'ysangiz?" dedi. Hazrati Ayso javob berib mundaq dedi: "Duo qilganinglarda mundaq denglar: Ey atimiz, sening naming ulug'langay. Padişahliging yer yüzüdimi namayan bolgay. Kundalik yemekligimizni bergaysan. Bizga gunoh qilgan har kimni kechirganimizdek, senmi gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni azdırışlardan saqlab qalgaysan." Hazreti Ayso sözünü davam qilib shogirdlarga mundaq dedi: "Agar yerim kechida do'stingning uyiga berib, birodar, manga 3 non berib tur. Uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi. Uyda uni kutgidek bir narsa qolmabdi desang, do'sting uyining ichida turib, meni avara qilma, ishik taqoqliq, balalar hammamiz yetib qoldik. Xafa bo'lma" deb javob berishi mumkinmi? Yo'q. U do'stlikning yuzini qilmagan taqdirdami, sening tartinmasdan qayta yalvurishing sababidan bo'lsa-mu, o'rnidan turib, so'ragan narsangni cho'qim berdi. Shuningga o'xshash, sizlar duo qilib tilanglar, Xudo tilaganinglarni berdi. Izdanglar, topsizlar. Ishikni qiqinglar, echiladi. Chunki tilaganlar cho'qim erishidi, izdeganlar cho'qim topidi, ishikni qaqqanlarga ishik cho'qim echiladi. Sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga ilon beratdinglarmi? Tuxum talab qilsa chayon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsalarni berishni bilgan yerda, osmondagi otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi? Hazreti Ayso shaytondan kuchlidir. Bir kuni Hazreti Ayso bir odamni kekech qilib qo'ygan jinni uning tenidan haydab chiqadi. Shuning bilan kekech zuvonga keldi. Ko'pchilik buningga intayin hayron bo'lishdi. Biroq ba'zi kishilar u jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydab etdi dedi. Yana ba'zilar uning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karamat ko'rsatishni talab qildi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazrati Ayso mundaq dedi: "Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat gumronlikqa yuz tutadi. Bir oilaliklar o'zaro jidal majra qilishsa, u oilami vayron bo'ladi. Shuningga o'xshash, shayton o'z boshqarishida bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, uning podshohligi qandaqmi put tirab tura olsin? Sizlar meni jinlarni shaytonga tayinib haydaydi ekan deysizlar. Agar darvaqa shundoq bo'lsa, sizlarning agashkuchilaringlar jinlarni haydashni kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agashkuchilaringlar dalillab berdi. Amaliyotda men Xudoning kuch-qudratiga tayinib jinlarni haydab etdim. Bu Xudoning podshohligining aranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Agar to'liq qurollangan qovul odam o'z uyini qo'g'dab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Lekin uningdan qovul biri hujum qilib uni yengsa, uning tayangan qurollarini tortib oladi va mol-mulklarini o'ljiga elib o'z odamlarga tarqitib beradi. Men bilan bir yo'lda mangmaganlar menga qarshi turg'uchilardir. Menga yig'ib olishga yordam bermaganlar to'zitib etkichilardir. Jin biror odamning tenidan haydab etilgandan keyin qurg'oq dalalarni aralab chiqib turadigan joy izlaydi. Topolmagandan keyin ilgirki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, heliqi odamning dilining pokkiz tozlanib ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da,
özüdünmü beter 7 jinni başlap kirip billi turdu. Bunun bilen helqi adamның keyinki hali burunqidinmi yamanlaşıp ketidi. Haqiqiy baxit. Hazreti İsa bu gaplarni qilib atqanda, ko'pchilik arsida bir ayol yuqori ovozda: "Sizni tug'ib beqib cho'ng qilgan ayol naqadar baxtlik ha", dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga bo'ysundigan kishi uningdanmi baxtlik, dedi Hazreti İsa. Karamet ko'rsatish talibi. Shu chaqda Hazreti İsa'ning atrofiga nurg'un odam olishib olgan edi. U o'zidan karamet ko'rsatishni talab qilgan kishilarga mundaq dedi: "Bu zamonning odamlari nima degan osal? Ular karamet ko'rsat deb turadi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karametidan boshqa ko'rsatadigan ikkinchi karamet yo'q. Yunus payg'ambarda yuz bergan ishlar Ninevi shahridagi xalqqa bir mo'jizelik alomat bo'lganiga o'xshash, menda inson o'g'lida yuz beradigan ishlarmi bu avlodga yana shundoq mo'jizelik alomat bo'ladi. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshosi o'rnidan turib sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u podshoh Sulaymонning aqlana so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana hozir bu yerda podshoh Sulaymонdanmi ulug'i bor. Qiyomat kuni Ninevi shahridagi xalqmi qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardanmi ulug' birsi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Xudoning ko'rsatgan yo'riqligini qandoq ko'gili bo'ladi? Hech kim chiroqni yiqib, uni ko'rmas yerga yoki dasning ostiga yo'shirib qo'ymaydi. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb uni chiroqdanning ustiga qo'ydi albatta. Sizlarning ko'zinglar teninglarning chirig'idir. Agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'zinglar Xudoda bo'lsa, bütün vücudunglar yo'riqlik bilan to'ladi. Agar ko'zinglar yomon bo'lsa, bütün vücudunglarni qorong'ulik bosadi. Shuning uchun hoshyor bo'linglarki, vücudunglardagi yo'riqlik emas, qorong'ulik bo'lmasin. Hayotinglardagi yo'riqlikning yo'riqlik emas, balki qorong'ulik bo'lib qolishiga diqqat qilinglar. Agar bütün vücudunglar yo'riqlik bilan to'lib, onunda qorong'ulikdan qilcha asar bo'lmasa, xuddi nurliq chiroq sizlarni yo'ritib turgandek, hayotinglar butunlay yo'riqlikda bo'ladi. Parisiylar bilan Tavrat ustozlarining saxtipazligi. Hazreti İsa so'zlarini oyoqlashtirgandan keyin bir parisiy uni uyiga tamoq taklif qildi. Hazreti İsa uyiga kirib dasturxonda o'tirdi. Heliqi parisi uning tamoqdan ilgari qo'l yuyish diniy qoidasini ado qilmaganligini ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Hazreti İsa uningga: "Sizlar parisiylar teshili pokiz yuyilgan chiniqachilarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar ochko'zlik va yomonlik bilan to'lgan. Ey nodonlar, teshni yaratgan Xudo ichigimi qarab hisob olmasmi? Şuna kambag'allarga ko'ngil bo'lib, o'zinglar ochko'zlik bilan besib yotgan ta'lluqotlaringlarni ehtiyoji bo'lganlarga beringlar. Shu chaqdalar ichinglar ham teshinglar pok bo'ladi. Halinglarga voy ey parisiylar. Sizlar hatto yalpuz, suzab qatorliq dori darmonlarning 10dan 1 ulushini Xudoga ataysizlar-ku, biroq haqqoniylik ve Xudoga bo'lgan muhabbatga sal qaraysizlar. Oldi bilan bu ishlarni o'rinlashinglar kerak. Boshqa ishlarga kelsak, ularga sal qarashga bo'lmaydi. Halinglarga voy ey parisiylar, sizlar ibodatxonada alohida o'rinda o'tirishga, bozorlarda boshqalarning o'zinglarga salom berib hurmatlashiga amroq. Sizlarga voy, sizlar xuddi kishilar o'tib ketib etib,
Дәссеп, меңіпмі сезелмейдіған сесіп кеткен қабірсіз елікі оқшайсылар, dedi. Мәлім бір Тәврат ұстазы Хәзірті Әйсаға: «Ұстаз, bu sözleriniz bizgimi hakaret boldu», dedi. Hazreti Aysa onun omundaq cevap verdi: «Sizlergimi vay, ey Tevrat ustazları, sizler qattiq dini qaydanlar arqılıq kötəgili bolmaydigan iğir jükni başqalarının zimisiga jükleysizler, özəңlar birər barmağınlarını müdirlitip koymaysizlar. Sizlergi vay, sizler ata boğullarınlar öldürgen peygamberlerinin hatırı taşlarını çıraylık yasadınlar. Bu sizlerinin ata boğanlarının kılmışlarını yaklığınlardan direk beridi. Çünkü ular peygamberlerini öldürgen bolsa, sizler o peygamberlerinin kabirlerini yasap durup, ularga işenmedinlar. Şunun için Xuda özünün danalığı bilen mundaq degen: "Men ularga peygamber ve elçilerimni əvətimen. Bəzileri ular tərəfindən öldürüldü, bəzileri ularның ziyankeşliğe uçraydı. Şunun için alem yaratılgandan bu yankı peygamberlerini öldürüş günahlarının hemmisiga, yani Habil'nin öldürülüşüden tartıp, ta ki ruhani Zakariya'nın merkezi ibadetxandaki mukaddes cay bilen kurbanlık süpsünün arlığıda öldürülüşügiçe bolgan kan qarizlarının hemmisiga moşu zamanның adamları cevapkar boludu. Şundaq, bularның hemmisi üçün sizler jazaga tartılsızlar. Halınlağı vay ey Tavrat ustazları, hakikat gaznisinin açqıçını kolunlağı eğilip elip, özəңlar onun içige kirmidinlar, hatta kirişini halıganlarını mı kirgizmidinlar. Hazreti Aysa o yerden ketkenden keyin Tevrat ustazları bilen perisiler onu qattiq söküp, onunğa qiyin suallarını koyup, sözüdün tutup elip, ziyankeşlik qilishga fursat kütüşdi.